Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Mana Xudo xolasa keyingi zakazlarimizni ham o'rnatdik. Andijon shahriga ko'rishingiz mumkin. Xolasa Sinetda bo'ldi. Kirashingni xolasa go'zal bo'lib chiqdi. Hozir mana o'sha o'qishlar ham xolasa o'ta go'zal shakllari. Ularimiz bunun oldi arka bir xil bo'ldi. Oldi ham orqasi ham. Ularimizni kvadrati 1.300.000 so'mdan vodiy bo'ylab dastlabki ustanovkalari bor. Qolgan barcha viloyatlarga dastavkalarimiz bor. Bo'lsa bo'lsa uchalarni o'ta go'zal qilib keltirib, chiroyli qilib. Kesakisi igimali bo'ldi buni. Ular mana chaylar ham o'ta go'zal bo'lib kelgan. Ochilib yopilishlari ham zo'r. Rezinkalari bor, qonli. Bu tarafda oynaligi. Endi bunda o'tish uchun nimalari to'g'ri kelmadi, narsalar. Qo'ldan kelgancha chiroyli qilib bo'lamaydi buni ham. Ochib yopilishlari ham mana. Bu taraflari ham